O'zbekistonda choyxonaga borishni to'xtatish kerak erkaklar. Nima uchun aytyapman? Yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet kasalliklari aynan kechqurun osh yeyishga borgan insonlarda ko'proq kuzatilyapti. Aynan kichkina tabib, sog'lom turmush targ'ibotchisi sizga sog'lig'ingizni o'ylagan holatda aytyapman. Hozirgi kunda kecha yaxshi yuruvdi, bugun o'tib qopti degan so'zlar juda ko'p eshitganmiz, ayniqsa erkaklar. Yurak qon tomir kasalliklari, sahar kasalliklari va undan tashqari qorin chiqib ketishlari, semizliklar shundan kelib chiqyapti. To'g'ri, ota-bobolarimiz iste'mol qilib kelgan oldin. Ijtimoiy bo'lishmagan, biz ham ijtimoiy bo'lmaymiz deyishingiz mumkin. Lekin o'sha ota-bobolarimiz piyoda borishgan, piyoda ko'p yurishgan, harakat ko'proq bo'lganda, misol uchun 1000 kilokaloriya iste'mol qiladigan bo'lsangiz, shunga yarasha ular yurishgan. Hozirgi kunda esa insonlar komfortga kirib boryapti. Hatto 1 kilometr ham piyoda yurishmaydi. Yeyishga yarasha, harakatga yarasha yeyish kerak. Shuning uchun men maslahatim, chet ellarda qarasang, hech qaysi chet elda, masalan, Rossiyada ham, boshqa davlatlarda ham choyxona yo'q. Ular choyxonaga borishmaydi ham. Taklif qilsang, nimaga? Chunki ular bilishadi, unaqa organizmga zarari borligini, unaqa qo'y ovqatlarni har kuni iste'mol qilish. Aynan shuni maslahat beraman. Agarda masalan choyxonaga borgan taqdiringizda ham nima qilishingiz kerak? Obedda yoki ertalab yoki obedda choyxona qilishni maslahat beraman, kechqurun emas. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu videoni iloji boricha gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Zero kechqurun osh yeyish yurak qon tomir kasalliklariga olib